Assalomu alaykum. Efirda Aylanay dasturi. Qishning ayozli havosi ba'zida bizni tinch qo'ymaydigan tushkunlikni uchirib olib ketdi. Daraxtlardan kechikkan barglar bilan birga jonga tekkan o'y-xayollar va his-tuyg'ular ham duv to'kildi. Qalblarimizni musaffolikka to'ldirib, umid qor parchalari havoda ohista raqsga tusha boshladi. Bu beg'uborlik o'z qalbida yangi yilni olib keldi. Ko'tarinkilikni ulashuvchi, ko'ngillarni yorituvchi yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Bugun biz dasturimizda qizlarimizdan biriga bayramona yangi yilga mos obraz yaratamiz. Bu ishda bizga mutaxassislarimiz ko'maklashadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Iroda Usmonova. Men 19 yoshdaman. Shu yili Respublika estrada sirk kollejining estrada aktyorlik san'ati bo'limini tamomladim. Shu kasbni egallashimdan maqsad xalqqa xizmat qilish. Aktrisa bo'lishimga uydagilarim qarshilik ko'rsatishmagan, chunki ular ham san'at sohasiga qiziqishadi. Hozirgi kunda Respublika yosh tomoshabinlar teatrida aktrisa bo'lib o'z ish faoliyatimni olib boraman. Biz yosh tomoshabinlar uchun har xil spektakllar qo'yamiz. Bolajonlar bizning spektaklimizni ko'rib, bir olam taassurotga ega bo'lishadi. Ularning kulgusini ko'rib, biz zavqlanamiz. Aktrisa sifatida men hayotda o'zimga qarab yuraman. O'zimning imijim bor. Aylanay ko'rsatuviga kelishimdan maqsad meni yangi yil bazmiga taklif etishgan. Shu bazmga o'zgacha ko'rinishda borishni istardim. Aylanay ko'rsatuvi mutaxassislari menga yordam berishadi degan umiddaman. Qahramonimiz bilan tanishib oldingiz, endi esa bugungi modelyer dizaynerimizni sizga tanishtirsam. Yosh iqtidorli dizaynerlardan Feruza Olimjonova, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sharq liboslari dizayn markaziga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Qahramonimiz bilan dasturimizdan avval uchrashib olgansiz, to'g'rimi? Ha, Demak, qahramonimiz uslublar o'rtasida qat'iy chegara qo'ymasliklari va o'ziga yarashgan yoqqan liboslarini kiyib ketaverishlarini bilasiz. ha, ular bilan bu haqda gaplashdik. Ular yana kulrang kiyimlarni kiyishni juda xush ko'rar ekanlar. Bu rangga umuman qarshiligim yo'q, ammo har yerga har qachon kulrang kiyimlar bilan kiyib borish yaramaydi. Ustiga ustak, yangi yil tantanasiga hech ham kulrang libos mos tushmaydi. Yorqin bayramga yorqin libos zarur. Bu ishni bizga qo'yib bering. Irodaxonga mos yorqin bayramona libos tikib beramiz. Lekin avval ularga kiyinish borasida tavsiyalar bermoqchi edim. Buning uchun Iroda liboslarini alishtirib chiqishlari kerak bo'ladi, shundaymi? Albatta. U holda boshqa vaqtingizni olmayman, marhamat, ishga kirishavering. Bu libosimiz bahor va kuzgi mavsumi uchun mo'ljallangan. Ayol va qizlar uchun tavsiya eta olaman. Irodaxonga tavsiya etishimdan maqsad ular xushbichim va baland bo'ylik ekanlar. Shuning uchun bu libosni ularga maslahat bergan bo'lardim. Libosimiz 2 bo'rtli taqilmaga ega. Bu libosni ozg'in qizlar uchun tavsiya eta olaman. Ayniqsa Irodaxonga ham juda mos. Libosimizni belida belbog'i bor. Bu belbog'ni biz band yordamida bezatishimiz ham mumkin. Ozg'in qizlar uchun bu juda ham qulay keladi, chunki beliga urg'u berish uchun yordam beradi. Libosimizda 2 xil gabardindan foydalanilgan, qizil va ko'k rangdagi. Bu ranglar esa o'zaro mutanosibligini ko'rishimiz mumkin. Manjit tutqichlarini 2 xil uslubda taqish mumkin. Bu ham o'zgacha chiroy beradi. Gabardin matosiga keladigan bo'lsak, sifatli matolar turiga kiradi. Chunki u o'zining havo o'tkazuvchanligi bilan ajralib turadi. Yangi yilga sirlilik bag'ishlovchi bu qutilarga joylangan va zar qog'ozlar bilan o'ralgan rang-rang sovg'alar. Bugun xuddi shunday sovg'alarni ko'tarib, dizayn markaziga qahramonimizning eng sevimli qo'shiqchilari tashrif buyurdi. Uning kimligini hozir o'zingiz bilib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, payqagan bo'lsangiz, Irodaxonning eng sevimli qo'shiqchilari bu Nihol mukofoti sovrindori Lola Yo'ldosheva. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Irodaxon. Men sizni chin qalbimdan yangi yil bilan tabriklayman. Yaxshi kayfiyat sizni hech qachon yil davomida tark etmasin. Yangi yil sovg'alarsiz o'tmaydi. Shuning uchun men ham sizga sovg'alar tayyorlab qo'ygandim. Marhamat, bu sizga. Yangi yil hayotingizni mo'jizalarga to'ldirsin.
demak qizimiz uchun oqshom libosini yaratamiz. Eskizni chizib bo'ldim. Endi ozgina ta'rifini keltirsam. Avvalambor matolarga to'xtalib o'tsam, pushti va qora ranglarni tanladik. Pushti har qanday insonni chiroyini ochadi. Pushti rangning ko'plab tuslari mavjud, faqat ularning ichidan mosini tanlay olish kerak. Qizimiz yosh bo'lganliklari sababli ham ularga pushti rang juda ham mos tushadi. Yana qora gipyur matosini ham ishlatamiz. Sifatli gipyur libosimizga yanada bayramona ko'rinish berishga yordam beradi. Qomat bo'ylab tikiluvchi bashang ko'ylagimizning uzunligi tizzagacha. Yangi yilni hammadan-da intiqib kutuvchi, yasatilgan archalaru u yer bu yerga osilgan qor parchalariga hammadan-da quvonuvchi bu albatta bolakaylar. Balki yangi yilning yangi yil bo'lishiga ham bolalarning porlab turgan ko'zlari, jaranglagan kulgulari va baxtdan yorishgan chehralari sababchidir. Shu boisdan ham dasturimizga tantana bolalar ansamblini taklif etdik.
sirli ayolgina atrofdagilarga jozibali ko'rinadi deyishadi. Men hozir sizlarga ma'lum qilmoqchi bo'lgan sirlarim ham ayollar bilan bog'liq. Aniqrog'i, ayollarning go'zallik sirlaridan boxabar bo'lasiz. Demak, fosh bo'lgan birinchi sir yoki go'zallik tavsiyasi. Diqqat qiling. Ko'zlardagi bo'yoqlarni o'chirish qiyin. Buning uchun pardozni o'chirish uchun mo'ljallangan kremlardan foydalaniladi. Ammo ma'lum sabablarga ko'ra bunday makiyaj vositalari sizga mos kelmasa, ko'zingizdagi pardozni bemalol zaytun yog'i yordamida yechishingiz mumkin. Professional vizajistimiz Alisa ham pardozni shu ishdan boshladi. Bayramona makiyaj qanday chiqishini biz tasavvur ham qila olmaymiz. Zero o'z ishining ustasi bo'lgan Alisa yangi yildan ilhomlanganga o'xshaydi. Boshqacha mehr bilan ishlayapti. Kuzatamiz. Yangi yil kuni barcha oila a'zolari bir dasturxon atrofida yig'ilib, bayramni birga nishonlab, birgalikda suratga tushishlari an'anaga aylangan. Ayollarimiz, qizlarimiz fotosuratlarda yanada chiroyli ko'rinishlari uchun birinchi navbatda ularning terilari silliq bo'lishi darkor. Bunga esa albatta tonal krem yordamida erishiladi. Yana yuzdagi mayda husnbuzarlar, yorilgan kapillarlar va pigment dog'larini ham birma-bir yashiramiz. Butun yuzimizga upa surtamiz. Ana endi yuzimiz terisi suratda yaxshi chiqishiga amin bo'lishimiz mumkin. Qolgan ba'zi kamchiliklarni, misol uchun keng burunni suratda qanday bildirmaslik mumkin? Buning uchun burunga yengil qilib tonal asos, keyin upa surtamiz. Va nihoyat kul rang tusga ega tonal kremni burunga yupqa qilib surtib chiqamiz. Bu e'tiborni burundan ko'z, qoshlar va lablarga ko'chirishga yordam beradi. Kichkina ko'zlarni kattaroq qilib ko'rsatish uchun ko'z ichki burchagini och rangdagi ten bilan bo'yaymiz. Pastki kipriklar o'sish chizig'i bo'ylab och rangdagi qalam bilan chizib chiqamiz. Och novvot rang tenni qovoqlarimizga surtib, qoshlargacha yoyib yuboramiz. Bu rang ko'zlarimizni o'rab turgandek bo'lishi uchun pastki kipriklar tagini ham shu ten bilan bo'yaymiz. So'ngra tepa kipriklarimizga tush surtamiz. Bu stilistlar fotosuratlarsiz xohlagandek chiqishi uchun rioya qiladigan qoidalarning faqat bir qismigina xolos. Qolganini siz sinovlar yordamida bilib olishingiz mumkin. Oqshom qiyofasini o'ziga xos bo'lishini ta'minlovchi, obrazga yanada nafislik bag'ishlovchi va qizimiz o'zini ertaklarga tushib qolgandek his qilishiga ko'maklashuvchi bu so'zsiz bayramona soch turmagi. Irodaxonning yangi yil ertaklari olamiga tushishiga stilistimiz Alisa ko'maklashadi. Yangi yilni chiroyli tuzatilgan dasturxonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Biroq dasturxonga hujumni boshlashdan avval bir narsani unutmang. Sochlaringizning ko'rinishi siz yeyayotgan mahsulotlarga uzviy bog'liqligi allaqachon olimlar tomonidan isbotlangan. Aynan qaysi mahsulotlarga degan savolni berishdan avval sochlaringizning turini aniqlab oling. Agar sochlaringiz quruq va tez shikastlanuvchi bo'lsa, yog'li baliqlar, don mahsulotlari, yong'oq, zaytun va boshqalarni menyuyingizga kiritishingiz darkor bo'ladi. Bundan tashqari, quruq sochlarga yetarlicha suv ham yetkazib berish lozim. Shunday ekan, nafaqat yangi yilda, balki har kuni ko'proq suv ichib turing. Yog'li sochlarga o'tamiz. Vitamin B yetishmasligi oqibatida teridagi yog'lar almashinuvi buziladi. Demak, yog'li soch egalari buning oldini olishlari kerak. Buning uchun bo'lsa vitamin B ga boy mahsulotlarni, jumladan boshoqli o'simliklar va sut mahsulotlari, yong'oq, tuxum, dukkakli o'simliklar, ko'katlar va salat bargini tanovul qilishlari lozim. Ayollar bosh og'riqlaridan biri bu soch to'kilishidir. Unga organizmda temir moddasi, protein, vitamin G yoki yod tanqisligi sabab bo'lishi mumkin. Demak, shu moddalarga to'yinamiz. Temir moddasi manbai jigar, go'sht, tuxum, dukkakli mahsulotlar, o'rik va sabzi. Proteinni mol go'shti, tovuq go'shti, baliq, tuxum, quritilgan mevalar, yong'oq, don-donlar, sut va pishloqdan topamiz. Vitamin E o'simlik yog'i va sariyog', tuxum va boshoqli o'simliklarda yashirin. Yod esa dengiz ne'matlari, xususan dengiz karamida katta miqdorda uchraydi. Irodaxon, bugungi kundan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, albatta, rahmat sizlarga. Taassurotlaringiz qanaqa? Bu obrazim menga juda ham yoqdi. Shu fursatdan foydalanib, aylanay ko'rsatuvining barcha mutaxassislariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Endi esa navbat sovg'alarga. Navbatdagi sovg'ani sizga modelyar dizayner Feruza Olimjonova taqdim etadilar. Marhamat. Ushbu libosni Sharq liboslari dizayn markazi va o'zimning nomimdan sizga taqdim etaman. Hamisha shunday go'zal bo'lib yurishni
tilab qolaman. Va albatta Yoshlar teleradio kanali hamda Aylana dasturidan ushbu guldastani sizga taqdim etamiz. Rahmat kattakon. Endi esa siz bilan xayrlashamiz hamda professional fotosuratchi Aleksandr Bulanov boshchiligidagi fotosessiyaga kuzatamiz. Marhamat. Rahmat. Yangi yil sizga ko'plab baxtli onlarni taqdim etsin. Har kuni, har soat, har soniyada o'zingizni qurshab turgan baxtni ilg'ay olishingizni, bu tuyg'uga quvona olishingizni va albatta qadriga yetishingizni tilaymiz. Aylana dasturini tomosha qildingiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.